O'zi qanaqa yostuv? O'zbekning ayollari keladi-yu, menga sifati zo'r bo'lsin, yangi model bo'lsin, faqat narxi arzon bo'lsin deydigan, mana shu yostuqqa to'g'ri keladi. Bu yostuqni narxi arzonroq chiqdi. Internetda to'g'risi klientimizni ko'paytirish uchun, xalqqa yordam bo'lishi uchun arzon narxda bermoqchiman. Men ko'p gapirmaydi, yostuqni olamiz, kir mashinaga tiqib yuboramiz. Sifatini ko'rasizlar, chiqqanida qanaqa bo'lib chiqqanini, даже bundan ham ishbiroq chiqadi. Chunki biz buni bundan oldin yuvib ham ko'rganmiz. Sizlarga bitta narsani aytib o'taman. Masalan, yostiqni ichiga yig'ilib ketadigan bo'lsa, yuvganda o'zi yig'ilib dumaloq bo'lib ketish kerak. Uni ichiga keladigan bo'lsa, ichida ustini ipek bo'ladi. Ya'ni bir-biriga yig'ilib ketmaydi, mayin narsa bo'ladi. Hozir yuvilib chiqqandan keyin o'zingizlar ko'rasizlar, narxi hammaga qiziq. Bu yostiqimizni bir juftini pugovkada donalab bo'ladi, lekin narxida bir juftini aytaman, bir juft yostiq 230 ming so'm. Faqat mana shu oy oxirigacha. Undan keyin aksiyamiz tugaydi. Buni narxi 380 ming so'm bo'ladi. Hammanglarni Crown Home'da kutib qolamiz. Uspet qilinglar, lekin zo'r narx. Ko'rishingiz mumkin yostiqni. Shunda turishda ma'lum uje qanaqa bo'lishi. Yig'ilib ketgan yostiq bunaqa turmaydi. Yig'ilib ketgan yostiq bittasi anaqa bo'lib turadi. Mana cho'tki turibdi.